Mustafa Hormay, qandaysiz? Yaxshimisiz? Ishlar qanday bo'lyapti? Ha, oylik daromadlaringiz qanday? Oyiga 10 million pulga daromad topaman. Ha. Bu Siz uylanaman deb e'lon bergan ekansiz. Erta xotin olgandan keyin boqolasizmi? Ko'z yetadimi? Ha, yana qo'shimcha nima ishlar qilasiz? Ha, mana shu ishlarni siz qilgansiz, hammasini. Ha. Bular shogirdlaringizmi ikkita yonboshlar? Ha, shogirdlar. Bo'lmasa, oylik nimalaringiz yaxshi, ha? Topish tutish yaxshi. Mayli, Mustafa, ishingizga omad tilaymiz. Aloqaga chiqishasiz sizga. Telefon nomerlaringizni yana bir ayting. Nechida? Bo'ldi, sog' bo'ling.